Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan internetda mashhur bo'lib qolayotgan Xitoyning Haynan oblastida joylashgan Sanya shahrini, Sanya orollarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sanya shahri haqida qisqacha ma'lumotlar beradigan bo'lsak, Sanya shahri bu Haynan orolining janubiy qismida joylashgan yirik tropik shahar hisoblanadi. Mana maydoni, quruqlikdagi maydoni 1900 kvadrat kilometr, suvdagi dengiz bo'yidagi maydoni esa 3500 kvadrat kilometr tashkil etadi. Bu Xitoyning shu Haynan orolida joylashgan eng mashhur kurort shahar hisoblanadi. Bu yerda dengiz portlari bor, turizm va savdo-sotiq yaxshi rivojlangan. Iqlimi постоянный tropik bo'ladi, 25-30 gradus bo'lib turadi. Qishdan, yozdan bir xil temperatura. Dengiz suvlari ham iliq. Shaharning asosan ko'zga ko'rinadigan yerlaridan Yalongbay, Dadanhai Beach, Tianyahaijiao, Nanshan Temple va Lohetou Peak kabi turistik joylari mavjud. Shunday xo'shlar yerlarni arzon narxda ko'ramanda tur qidirgan bo'lsangiz, Pangaea tur firmasi bilan bog'lansangiz bo'ladi. Pastda описаниеda telefon nomerlarini, ma'lumotlarni yozib qoldirib ketamiz. Bog'lansangizlar, skidlarda zo'r narxlarda o'zingiz istagan yerlarda tur paketlarini yasattirib beradilar, tuzishtiradi. Şimdi donamızda kutyapmiz. Şimdi avtobusla kutib oladigan qizning boradi. Saat 6:46. Havo ajoyib. Yozning havosi 22 gradus. Ko'rib turganingizdek, Xitoy aholisi sport bilan ko'p shug'ullanadi. Ulug'cha yoshning aloqasi yo'q. Nera qaramay yugurib turgan odamlarni, mashq qilib turgan odamlarni ko'rasizlar. Sen qasınsa Hazır bize daldık avtobusla başka bir magazin sala adamlara daldık. Ahırda eklasını satıyor keken. Hem de keken azı şöyle barıp. Kendisi kovadıysa. Hadi bak. Gazinsa girer gereken bir yer. Doğruga yürüyemiz. Yani lift var. Lift'ten 5. etaja çıkasıladı.你们没订错，走错地方了。Общий коридor, lift, bir yerda yana zavtraq etgan yer. Bilan chiqamiz ekanman. Seni xona ekanlar.
Daha завтракını içtik. Завтракında yine limonat var. Nakeli bilen şuradan alıp böyle яичный пирог. giờ khi xin nó ra cái giật tí tôi tôi biết đi xin đi nó bỏ lại chạy mà xong yarını ortlatacağım bir. Ben bir yerde şimdi motosikletle hiç kavga yok yine. Mıymına yol vermedi. Mıymına yol vermedi. Hiç svetofor görmedik. Allah'ın teyit ededik.
Daha göre bankomata bağlamış. Şurada bir yerde bankomat varken. Kulağısın bildim. Aman geldik. Bundayla deryası. Deryamız dengiz. Maşinları hazır zaybeden bankomata girip pullarını alıp çıkacağız. Şimdi de dükkana girdik. Düşünüyorum dükkanlar için ne bunu. Doğru korpus isteyinde, bundan korpus isteyinde asıl ediyor. Ben mesela rişotya bağlanganken bulan nələrini, şeylərin, padedlərin, yandozi dengiz. Adamlara varsa şükürtü, tutla damalı. Təbiət tərəfindən aytadığım olsa, bu daraqlar, şunun şəkildəki daraqlar, bu kəmində bir 500 yıldan artık olması gerek. Düşündüğüm taraflar çok ora balgamdı serme. İlkin düz palmalaba. Обычный palma kim güller burada avtomatik yüzü ösediken. Şimdi bu güller. Yol sistemasına açtık. Bunda kamerası var. Kurup bir metre şurada, birinci metre şurada görüşüm. Bir şehir boğanışını okudu. Ne onu aladığını bilmeli. Kamerası var. Kameradan resim aldı. Ama işte tersi. Cihazı İmir'den tiket alıp ben de bir çıkadığının depesi var eken ta aşı tağa çıkacak mı İmir'de ötemizde kaynatın. Aşı defeliklere çıkamızdan. Özel yani birden bilet alıp tepeye çıkartmamızla. Yani tepeye çıktık. Saniye şahsı. Mən də bizən qasınca. Hele gittik güzel dersin sen. Ne tamam tuyunda. Bunda Phoenix Island. Ya başka tamamen görünüşü.
Şoşlileri başlayın tepede. Kat, sosiska koyup tuttular. Mana suvenir dükkan, hunarmandchilik bilan bu. Saklari bor ekan. Bunda kiyik haykalilar geldikina. Bularni shunday bir tipa pamyatnik ekan. Taksi tapmadık. Taksi alınmayan hem zakaz versem gelmedi taksi. Çünkü ağzı eminim bize de musur taşıdı onaya. Ekipte özü çıktı taksiden. Şuna geçerdimiz. Abi kişine dükkana geldik. Gazete yanındaki. Güzel öyle açık etti. Kızıkı. Bende iş yok bir tane var mı? Yalan iş yok muydu? Yine doğru. Pazarlar yine. Oldu mu? Yine ne var? Banan aldık, mandalina aldık. Alma yok mu? Alma. Nereye bakalım? Alma. Şaptalı bu. This? Yüz kırk tamam. Okey. 48? 8种的这边设计，这个不是，这个不是，后面有一个这个不是。 Al. Yürü. ikisi yeter mi? Allah. Dükkanları şimdi yine. Adli bir köşesi yine. Tumis. Sas. Bunda yine musur maşin, musur bir nerse. Sassı emmiyer, sassı. Yok, kağızımdan şimdi sassı isteyeledikken bulanlar. Şimdi mesela polietileni bir 7-8 mərtə qayta işləb çıxaralab, sassı ketken işləri. Yaxşı, bunların dükkanı. Bunda korpusla. Biz azı köçeye bu nəsə almağa çıxdıq. Biraz insan özü üçün deyil. Bundan da yine bir lift var. Biz de damdan çıksak ama olur. Bu yanga zavtır etken yerimiz. Olarak zal. Burada köçeye esası bağına çıkış bunu. Leyleyla basayım bağ. Başka nerse bağ. O taraftan bağladım bu sakını. Yani elde bu. İlk taraf görünüşü. Lekin köşeye çıkalım olsak, depeden çıkamız azı bir, 3. etaj. Bire ötsek 5 oladı, 4 neyde bilim ben. Holmu, teras tarafından görünüyor şunu. Hangi? Okşi hol. Reşitsin. Bunların kanaları bizimki 23-32. Holmu görünmüş yine. İmkette hol, lustra. Onları işletsin, damdan gireveriş esası. Maşindan giriş, bize lekin pişkin muğamcısı, ben de liftten düşemiz.
Pinin sezishni kitayskiy bezatilgan. Bundan gerekli suvlamasak bo'ladi. Bundan mashinada ketsa taksilar keladi. Bunda so'rata qo'yadigan narsalari bor. Bunda o'tirib gaplashadigan yerlari bor. Bunda o'zini sotadigan eksponat deb narsalar bor, lekin ko'p qimmat ekan. 6999 yuan deydi. Bu примерно $400 ya $500 bo'lsa kerak. Keyin bu yerda mendan bir kichkina do'konchasi bor, lekin hamma narsasi qimmat. Buni gostinitsadan olib bo'ladi. Menda tualeti. Bunda yana bir xona bor. Menda liftina. Asosiy ko'rinishi shunday. Biz hozir pastga tushamiz. 7-chi etaj. Pastga tushish uchun pastga bosamiz. Hozir Sanya shahrini Dadonxay degan tumani, rayoni qisman narsaga keldik. Bu eng katta odamdan ko'p yer zich shahar ekan bunda. Bunda hamma ish o'rnini aytadi. Ananasda ham bir gipermarket ekan bu. Ananas ichida hamma narsa bor, shopping center. Keyin bundan sal o'tgandan keyin hamma turist boshlaydi ekan. Rossiyskiy, nemetskiy, kitayskiy, aziyatskiy hamma restoranlar ishon tarafdan hammasi bor. Keyin sal chap o'tsa plyaj bor ekan. Hozir u ham borib ko'rishamiz. Yangi ananaslikchi, ananas торговый centrni. Обычный торговый центр. Qimmat narsalari. Birler hemen hesaplayın. Tavuklu kollarını yemezler. Tavuklu kolu. Hemen hesaplayın. Buranın o kimden olsa o da biladı. Birine kim çift kurtiyesi gelse her türlü kutladan bana bu ne vardı bu? Şimdi mesela tavuklu kolu. Bunday kutla. Mana benim meva bor ekan. Bu ya ananasning boshqacha sorti, ya mangoning boshqacha sorti. Sorti bu avokado o'xshaydi, lekin menimcha mango. Bundan desam bunda mango. Mango bunda. Bu ananasning boshqacha turi o'xshaydi. Central Bank'ni yani bütün mopedlar kuru. Yazın plyaj tarafına bağlatırmız. Rusça magazinlar ama canavidan Medicinski Center. Yerde Ruski nalari ko'p ekan. Bundan bilsa bo'ladi, bu hamkorligi Rossiya bilan jonli. Kuru ham yerda ruscha gaplar, rus kanali. Degan vaqtda Xitoyda yangi yil ekan. Nemetskiy restoran.
Yanda Ruskiy. Zat traktor Moskva deymi. Restoranga geldik. Bu adam menü alış beriş shundan ekan, shundan so'ng bular ruscha bilmaydi, qo'rqitaycha. Va qalam beradilar. Qalam bersa, ichida menyuni nov yozsa, shuni pirishga qo'yasizlar ekan. Biz hozir bu püreni olib ko'rdik. Mol go'shtidan bo'lgan püre. Kartoffel nasi bilan püre bilan. Yan tarafda ichimliklar. Restoran o'zi. Aytgan ovqatimiz bo'ldi. Joy bilan. Nenan sattıraşxonasi ko'chada saqlanib turibdi. Hell no, man. What the fuck, man? Yer tuzilishi relyef chiqashidan beram transparentlikdan iborat. Girib chiqib, qayta tushib, chiqib yurgan ayvon o'zi qayta tushib ketgan. Ham o'zi depaya tushib ketgan. Mutassit o'zini kelaverishi nima? Goo gaga. Biz hozir McDonald'sda zakaz ettik. 90 yuan bo'ldi. Bize birini aholisini shug'ullanadigan narsalardan keladigan bo'lsak, bosh vaqtida ko'ra yuguradilar, sport bilan shug'ullanadi ekanlar. Keyin shundan bir meyda развлечение mashg'ulotlarni tadbiqlaydilar. O'sha bingdan o'sib musobaqa o'tadilar, aylanadilar. Saniya dengizi Phoenix mehmonxonasi. Aholisi mashg'ul bo'ladi mashg'ulot bilan. Просто развлечение. Ya'ni shunday desa, bularning o'rtacha ish haqi, adon oylik haqi 3000 yuan ekan. 3000 yuan. O'qituvchi ofitsial davlat ishlarida ishlaydiganlarniki 7000 dan boshlanadi. 7000 dan 12000 gacha doktorlar. Servis ishlaydiganlar, kafe, restorandagilar 5000, 3000, 7000 orasi ekanlar. Va eng kam ish haqi mendagi ma'lumotlarga qaraganda 3000 yuandan boshlanadi. Bu degani bu shahar uchun dum zo'r deganidir. Shunda hamma narsa arzon. Shuning uchun bu yerda turizm yaxshi rivojlangan. Bu yerni ovqatini uncha o'rganishmaganimiz uchun bozordan pomidor oldik, chesnak oldik. И Сахаразимский teftish. Etsizda bo'ladi. Zo'r muvaffaq. Eğer kim gelaman desa. Keyin morojniy oldik. Azgasnitsadan morojniy olganda yana bir yeri bo'ladi. O'zining binnen plastik qutisi bor. Ya'ni yo'lda ketsa, erisa ishini tutib yeydi deb narsalar bilan innovatsiya kichkina. Shundan banan ko'rganmisizlar? Kichkina banan. Bu chiroqda 5 yuandan turgan ekan. Bularni o'zlari ham kichik, banan ham kichik ekan bularni. Bularning keyin valyutasini ayiradigan bo'lsak, pullarini bunda 10 yuan. 10 yuan, 5 yuan. Xo'sray, pullari biznikina qaraganda menimcha yana birmi? Keyin 50 yuan.
100 yuan ham bor. 100 yuan endi hozir yonimizda yo'q. Shunda sal ulug'roq, keyin rozoy bo'ladi. Rasmga bor, rasmga qo'yib ketamiz. Keyin bularda sentlar ham ishlaydi. Mana yana tin, sent. Shuni valyuta ko'rinishidagi bor. Suvenir do'koniga keldik hozir. Robot o'yinchiqlar уже 3+. Robot. Просто pul bilan o'ynab o'tirmoqda. Yosh bola. Güzel pultlu o'yinchiqlarda, pultlu mashinalarda yurgan bo'lsak, o'zi pultlu otlara o'tib ketgan. Yo'q, atak normalniy. Senalari bilan Emirde yaş balanız bo'lsa, kichkina bola bo'lsa, endi отдельный o'zini o'yindan yeri bor. И plus отдельный o'zini baby food degan yeri bor. Ya'ni o'zbekcha tayyorlar. Masalan, bu yerda tayyorlaydigan şöyle pişirib beradi. Nav yeydi. Kuchniyasi bor. Narsalari bor. Agar olaman desangizda sotib oling. Biz hozir Torgoy centerdagi Kopi burgerlarga keldik. Şimdi qo'shilay choy. Qo'shilay besatilgan. Menimcha bu sho'rni brend bo'lsa kerak. Hozir burgerni yeb ko'ramiz. Bu yerda yana shunday skuterlar arenda turadi. Bu yerda QR kodi bor. Lekin biz qaysi programmadan o'qishni bilmadik buni. QR kodni. Bo'lmasa hozir ishlatib netaradik. Ederadik. Keyin bir важный narsani aytib o'tadigan bo'lsak, bu yerga kelganlaringizda telefonlaringizda обязательно shunday bir VPN bo'lishi kerak. Endi точно mening bo'lishi shart emas. VPN super edi. O'zingizda borlari yo просто App Store'dan skirat etsangizlar,
Nechun desa, bu yerda Wi-Fi bor, beri yaxshi, Wi-Fi o'ziniki bor, masalan, konsetsiyam o'ziniki, lekin Telegram, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google ish qilib, novo u yonda novo ishlatib turgan bo'lsangizlar, bu yerda umuman ishlamaydi. Nechun desa, bu yerni serveri только o'zini programmalarini Alipay bilan ko'ra kitayskilarni ishlatadigan server ekan. Boshqa server ekanmi? Lekin masalan Xitoyning boshqa yerlarida Guangzhou server bo'lgani uchun любой narsa ishlaydi, lekin bu yerda ishlamaydi ekan. Shuning uchun обязательно bir VPN yoqib ishlatasizlar, yo bo'lmasa sim karta sotib olsangizlar bo'ladi. Biz hozir chetda ko'chada Google kartadan foydalanish uchun, boshqa bir Alipaylardan foydalanish uchun sim karta olganmiz. Sim kartasi o'zi gidlaringiz bera qo'yilgan gidlar aytasizlar, yozasizlar. Har bir atela bir gid qo'yiladi. Masalan, ishini sim karta beradilar. Bu yerda 20 gigabaytlarni oldik biza. Bir haftaga yetdi shu. Ortiq ham qabul o'xshaydi 2 gigabaytı. Ishini netadi. Gidlaringiz ikkab beradi. Bu 200 yuan bo'ldi 20ligi. 15ligi 150 mi shunday edi. Oshuni bu ishlaydi. Любой narsada buni ichida o'zini VPN bor, Instagram, WhatsApp nalarni VPN kerakmaydi. Buni o'zida sim kartani o'zida bor. To'g'ri girib ishlataverasizlar. Gazina Alipay programmasini o'zi ham yerda Alipay ishlaydi ekan. Alipaydan natsa bo'ladi bu yerda. Taksi zakazatdik. Achchakim. Bular dum tez topadi ekan taksilarni. Ya olib ketadigan yer, bunda gapim. Bunda nomeri. Novi ne bo'lsa, shu Alipay programmasi. Kartalaringizni ulisizlar, registratsiya etasizlar, identifikatsiyadan o'tasizlar. И shunda ishlaydi. Alipay. Zarazı plyajda bir appga geldiler, şimdi Xoruzda ananı satıp gitti. Şu durganını 10 yuandan çıkardı. Şunun için Xoruz'un kilası 4 yuan. Biznesine. Bam 10 yuan var. Bir yerde şimdi inomarka maşınlar gösterdi. Köpünçe Porsche bilan Merc tarqalgan, keyin BMW. Yaman. Ochilayap ketgan. Pulsal. Hazır bir restorana geldik tam. Plyajın yanında içinden napit aldık. 58 yuan ekan. Mango fresh. Bu yerda restoranlardan азиатский, восточный, uyg'urskiylar bor. Agar kelib yeyman desangizlar, bu yerda masalan восточный kuchня. O'zbek, qirg'iz, qozoq, tojik hamma ovqatlari bor, lekin yüksel darajada ishonchsizlik bilinmaydi. Bunday narxga yeb bitmaydi, bunday narxsam. Ya, malah tadi. Mazalı lekin, mazalı.
kelgan kunlaringizni ertangisi boshqa bir otellarga kelgan turistlar bilan birgalikda собрание bo'ladi. Uni gidlaringiz sizlarga yozadi, telefon nomerlaringiz bilan WhatsAppdan yozadilar. Собраниеda uchinchi tipa развлечение aytadigan yerlarni spiskalarini beradilar. Xohlasang qo'shilasan, xohlamasang o'zing olib yuraverasan. Misol qo'shilmadik, shu narsa bilan hammasi platniy ekan. Masalan, bu yerda nelarga borishlaringiz mumkin bo'lgan narsalar. Qachon ishlashi, pitanyasini-chi, bormi, yo'qmi? Masalan, boshdan boshlayolmasak, Haynan ekskursion list deydi. Masalan, Ostrov Obizyan, Discovery Sanya deydi. İçində ujunu var, nələri var. Bunda masalan, primerni neçə so'mada 150 yuandan 500 yuanacha hədiyyə bulan arası. Bu yerdə общий групповой bo'lib, yəni gidlaringizni aytasizlar, borib turib. Abitacha masalan azonda bo'ladi, собрание 10da bo'ladi. Abitacha borib turib, ishga qo'ydirib o'zlaringizni adlaringizni yozib ketsangizda bo'ladi. Ya собрание bo'lganda nechali o'zlaringizni anketa to'ldirasizlar. Necha odam bo'lasizlar xonada, kimlar keldi, qaysi nomer shu narsalarni aytib tushuntiradilar. 2 soatlik собрание bo'ladi. Shunda agar qatnashaman desangizlar, ishlarni xalaganini birsini tanlab, endi bir emas, menimcha bir 3-4 sini tanlashlaringiz mumkin. Nechali finansiy jihatdan nechali ko'proq qurbim yetadi desangizlar, xohlasangiz hammasida qatnashinglar. Faqat biz unday narsa aytmaydigan, to'g'ri Google Mapsda yozib ketaverdik. Bellar ham zo'rlik, ya'ni qatnashaman desangizlar. Ichki transport uchun. Tak в целом aytadigan bo'lsak, Sanya shahri yemaklaringizda 100% arzidan tamomaka kurortniy joy. Shunga bir-ikki problemacha deb aytadigan bo'lsak, lekin bu endi bizlar bilmaganimiz uchun bizlar shuni bo'lib tuyuldi. Endi sizlarga shunchalik turibman. Eldindan masalan ana VPN yoqib kelsangizlar, polishi bizlar yana ketjak kunimizda уже VPN ni olgandan keyin ishlab boshladi. Keyin ovqat masalasi bo'yicha yana problema bo'lishi mumkin. Hamma yerdan yoqadigan ovqatni topaverib bilmaysizlar. Agar dengiz mahsulotlari mana farqi yo'q ketaveradi desa, men problema bo'lmasligi mumkin. Agar islardan netmayman, bu yerdan shunday ko'p ovqatlar pishirish jarayonida endi yomon islar chiqishi mumkin. Dumon sossida ham gurib bo'lib ketadi. Shuning uchun yomon hidlar chiqadi. Atak mendan olib qaraganda KFC bor, McDonald's bor, har xil uyg'urskiy nalar bor, restoranlar bor, turetskiylar bor. Zo'r. Na, отзыв chiqib gelib görmeklerinizi arz edilen şehir. Biz hozir xonani topshirmoqqa boramiz. Xonani kiliti shunday bo'ladi. Shunday ko'rinishda. Xonani nomeri bu Wi-Fi'ni. Kartochka. Обычный şu işte. Тут никак поставлено oldu. Keyin böyle üzerine okumak kişiye. Keyin bir yere getirdikler. Bu bezot takılmayın. Bu xonani tozalayın yani. Bezot takılmanı basıp koysanız yerden kızıl yanıp turadi. Eğer xonani tozalayını basıp koysanız yerden gül yanıp turadi. İşlemi çöp koysanız yanında ne işe yanıp turmaydi. Şimdi bir tane temiz nerede ventilasyon tuzulu, kondisyoner desek ama biraz saklayarız. Fazla 3 tuttu bu. Transfer tizimi şimdi oldu. Hazır bu gazetesi geldik. Bir git girip gitti. Anam bana spesiyel tarafa çıkardı. Yani şoför. Mana asıptı, bagajdan asıptı, ve avtobus. Başkalar ki soruştu, birinci olup bize ne oldular? Bulana aeroportun zor yeri. Bunda 1000 dana ya ne de ötesler, security polisten. Mesela bize de ya başka yerlerde şu adli bir çimadanlarını alıp ötüşmüşler, şuncalı neler ötülediler, security tarafından ötüledi. Dedi doğru oturup beraber.